Bu video ayollar va qizlar uchun bo'ladi. Agar obunachilarimiz ichida opa-singillar bo'lsa kerak, shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Sababi sizlar uchun maxsus Nexus 3 yaxshidan topib qo'ydim. Narxi rostdan ham ancha to'kilib ketdi o'sha narxi. Sababi aka bilan savdo qildik. Sherali ketdi. Motor holati 1.5 atmosferik motor bo'ladi. Bular metan gazda ekan. Yaxshi. Kraskasiga keladigan bo'lsa, kraskasi rostdan salgina ko'proq ekan. Shu hisobiga narxini anchagina arzon qo'yamiz. Oldinlari to'g'ri bilaklarni qilingan, albasofkalar almashgan, parallel et qo'yilgan. Yaxshi, yomon emas. Mobil pastga tushgan ekan. 4 yumshoq balon qo'ygan, o'rta holatda diskasi o'ziga yarashib turibdi. Yomon emas, sukalari bor. Ash tomlargacha qilingan, achka holatni ko'rsatadi. Salon holati ham patsvetga qilingan, qo'ldan ko'ryapsizmi? 200 ming kilometr masofani bosib o'tgan, metani bor aytib o'tganimizdek. Hozir bagajda ochaman, salon holati. Salondan bir paket pul turibdi, lekin aytdilar bonusga bermayman dedilar uni. So'rab ko'rdim aka bilan. O'sha olsa agar bonusga berasizmi desam, yo'q dedilar. Parallel qo'laytilgan, bu tonirovka, o'zi qora emas. Yo'q, yaxshi. Yomon emas, videolik satr bor. Aynan, orqalar bilan sizlarni yaxshi yurishlaring uchun akkuratni qilib qo'yibdi. Zapaskasi turibdi, metani bor. Akam qanday mana akam? Qanday aka? Keling. Gapirmadingiz mikrofonga? Umuman gapirmadingiz-a? Narxiga keladigan bo'lsak, aka ayting, oxirgi qancha beramiz? 5200. To'shqasi. Aka bilan savdolashdik, rostdan 5200 bo'lyapti. Nexia 2 ham Nexia bilan beryapti pulga. Nexia 3 konsern amalda ishlaydi. Xarob qilmaydi. Hadavolar chotki. Telefon raqami ayting. 91lik 91 553 3707. 3707. Telefon raqami pastda bo'ladi, yana yozib qo'yamiz podrobni. Telefon qilib baraka qilasizlar. 5200 dollar Nexia 3. Variantga chiqadimi, chiqmaydimi? Chiqadi. Variantga ham chiqadi. Boshlang'ich qancha bo'lsin? 3000 beraman, 2,5 ming Eslasizlar, beraman. boshlang'ich 2,5 bo'ladi. 3000 dollarni variantga chiqadi. Nexia 3 5200 dollar naqd pulga.